Hop, assalomu alaykum va rahmatulloh. Bismillahirrohmanirrohim. Bugun darsimizni boshlaymiz. Birinchi dars, xudo xolasa, sizlar bilan birgalikda arab tilining noldan, ya'ni grammatikasini ko'rib chiqamiz. Eng birinchi to'xtalib o'tiladigan masalamiz bu so'z turkumlari. So'z turkumlari. Hop. So'z turkumlarida aynan arab tilida mavjud 12 milliondan oshiq so'z bazasini 3 ta asosiy turkumga bo'lamiz. So'z turkumlari anva'ul kalimat nomli ataladi, ya'ni kalima nima edi? So'z. Aynan o'shalarning turlari mavzusida arab tilida biz duch kelamiz. Xo'p, birinchi bo'linuv quyidagicha shaklda bo'ladi. Endi birinchi so'z turkumi arab tilida nomlanadi nima deb? Ismun, ya'ni ism deymiz biz. Xo'p, ikkinchi turkum bu fe'l. Fe'l so'z turkumi. Va uchinchisi esa harfun. Biz harf deb olishimiz mumkin yoki yordamchi so'zlar deymiz. Yordamchi so'zlar. Endi nima mezon asosida bular bo'lindi desa, biz asosan ikkita narsani mezon qilib olamiz. Birinchisi, demak, biz tanlab olgan so'zlarni ma'nosiga ikkinchi qilinadigan mezon bu zamoniga qaraladi. Xo'p, umumiy mazmunni yaxshiroq tushunish uchun sizga birdaniga 3 ta misol bilan ko'rib ketamiz. Hammaga mashhur va eng oddiy va sodda so'zlarimizdan qaysi so'z? Kitabun so'zi. Hop. Kataba va min 3 ta so'zni olib oldik. Arab tilida mavjud ushbu 3 ta so'zga murojaat qilamiz. Birinchisi tarjimasi kitob, ikkinchisi yozdi, uchinchisi dan degan qo'shimchani ifodalaydi. Endi, xo'p, aytib o'tgan ikkita mezonimiz. Birinchisi nima dedik? Mustaqil ma'no. E'tibor berishimiz kerak bo'lgan birinchi masala so'zlardagi mustaqil ma'noga. Xo'p, qaraymiz. Ism so'z turkumida va fe'lda bu narsa mavjud bo'ladi. Ya'ni bu ikkalasida doim mustaqil ma'no bor. Harfda esa bo'lmagan. Qanday bilamiz desa, kitabun so'zini aytilganda yoki kitob deyilganda bizda miyamizda qandaydir tasavvur hosil bo'lishi kerak. Ya'ni u ma'no anglatish uchun. Ya'ni kitob desa har birimizning hayolimizga muqovasi bor, varolardan iborat o'qiladigan ashyo tushunadi. Yo bo'lmasa xuddi shunaqa darsun, dars deyilsa, parta, stol bor, o'qituvchi va o'quvchilar mavjud bo'lgan bitta jarayon. Bunda nima bor ekan? Mustaqil ma'no. Xuddi shunga o'xshash kataba fe'lida. Yozdida kimdir ruchka yoki qalam bilan yo kitob yo daftarga yoki doskaga yozilishi ko'z oldimizga keladi. Ya'ni yolg'iz o'zi aytilganda miyamizda tasavvur hosil bo'ladi. Demak, unda nima bor? Mustaqil ma'no bor. Endi xuddi shu jarayon men bilan amalga oshmaydi. Dan desa hech qanday, ya'ni miyada qorong'ulik, ya'ni uni yolg'iz o'zi hech nimani eslatmaydi yoki hech narsani nima qilmaydi? Dalolat qilmaydi. Xuddi shunaqa ajralish nima bo'ldi birinchisi? Mustaqil ma'no. Xo'p, ikkinchi mezonimiz nima dedik? Zamon. Xo'p, bizda asosiy, ya'ni o'zbek tilida mavjud 3 ta zamon bor. O'tgan, hozirgi va kelasi. Arab tilida o'sha ikkita. O'tgan zamon va hozirgi, kelasi zamon deyiladi. Aynan o'sha 3 ta, ya'ni o'zbek tilida 3 ta, arab tilida 2 ta zamondan biriga dalolat qilsa, ya'ni belgisi bo'lsa, u fe'l so'z turkumiga tegishli bo'ladi. Agar aynan o'sha zamon bo'lmasa, u nima bo'lishi mumkin? Yo ism yoki harf. Aytamiz endi. Demak, quyidagicha jadval bizda hosil bo'ladi. Xo'p, ism so'z turkumi deb mustaqil ma'nosi bor, lekin zamoni yo'q so'zlar. Xo'p, fe'l so'z turkumi deb ham mustaqil ma'nosi bor, ham zamoni bor so'zlarni aytamiz. Endi harf so'z turkumi nima bo'ladi? Unda mustaqil ma'no ham bo'lmaydi, zamon ham bo'lmaydi. Endi savol, unda bizga harf nega kerak? Xo'p, harfni ishlatilishidan asosiy maqsad u ismga yoki fe'lga qo'shilib, unga yangi ma'no yuklaydi. Xo'p, minal madinati. Xo'p, shahardan degan. Yoki zahaba ila deymiz. To'g'rimi?
zahaba ila, bu yerda ila harf so'z turkumi, ga degan ma'nosi bor. Endi zahaba fe'li bilan kelsa, zahaba bormoq degani. Ga bormoq yoki shahardan. Maqsad bularga qo'shilib, ularga nima qilyapti? Yuklama, qo'shimcha ma'no yuklayapti. Ya'ni yordamchi vazifasini bajarib kelyapti. Xuddi shu shaklda. Endi biz bundan keyin so'zlarni turkumlarida ajratishga uni ma'nosiga e'tibor beramiz. Ya'ni mustaqil ma'nosi bu. Unda zamon ko'rsatkichini topa olmasak, barcha so'zlar nima kirar ekan? Ism so'z turkumi deb ataymiz. Va xuddi shu shakl ikkalasi ham mavjud bo'lsa, ham zamon ko'rsatkichi, ham mustaqil ma'nosi bo'lsa, endi unda fe'l so'z turkumi deb ataymiz. Ikkalasini ham topa olmasak, harf so'z turkumi deymiz. Endi bitta savol paydo bo'ladi. Bizda dars qilish degan bu. Dars qilish yani. Darosa bu dars nima qildi? Qildi. Xo'p, ushbu so'z qaysi so'z turkumiga kiradi deymiz? Darosa qaysi biriga misol bo'ladi? Tezda. Fe'lga, negaki unda ma'no bor va xuddi shunda bitta so'z bor. Dirosatun. Bu endi dars qilish degani. Buni nimaga misol qilamiz desak, endi uni nimaga keltiramiz? Ismga. U arab tilida masdar deyiladi, ya'ni fe'lni ismga xoslangan shakli. Yani nega uni ismga oldik desak, to'g'ri, unda mustaqil ma'no bor, lekin zamon ko'rsatkichi mavjud emas. O'tgan zamonda qildi yo hozir kelasi zamonda qildi, biz buni nima qila olmaymiz? Aniqlay olmaymiz. Xuddi shu narsaga e'tiborli bo'lamiz. Bu nima ekan? So'zlarni turkumlarga ajratish. Umumiy 3 ta bizda katta so'z turkumi bor. Endi biz bularni ketma-ketlikda o'zini tarkibiy qismlarini ko'rib chiqamiz.